Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımısınızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur qurultayı tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Bugun seshanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bolsun. Bəzi kişilik hüquq təşkilatları aldınqı illəri Xitayning Amerika və Yevropadakı 100 dan ortiq şəhərdə məxfi saqçı punktlarini təsis qilganligini oshkorlagandan keyin G'arbda Xitoyning josuslik harakatlariga qarta sezgirlik texmi kuchaygan edi. Oxirgi bir qancha yildan beri Amerika va Yevropa ellarida Xitoy josuslarga zarba berish harakatiga doir xabarlarning borgan sari ko'payayotganligi hammaga ma'lum. 2-iyul kuni Norvegiya davlat xavfsizlik kuchlarining Oslo aerodromida Xitoy uchun axborot to'plagan bir josus komandarni qo'lga olganligiga doir xabarlar Yevropa matbuotlarini qoplagan edi. Oldingi oylarda Turkiyada Xitoyga ishlagan 6 nafar Uyg'ur josusning qo'lga olinganligi oshkor bo'lib, zo'rg'ulg'ul qo'zg'agan edi. Uningdan ilgari Amerika va Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardagi Xitoyning josuslik harakatlari ham chegara halqagan bostirishlarga doir uchurlar pat-pat ko'zga chiliqib turgan edi. Holbuki Xitoy josuslarining Xitoyga qarshi bir o'ktichini Germaniyada tutib, Fransiyaga opirib Xitoy elchixonasiga solib, Xitoyning maxfiy saqchi punktlarida qiynab, oqibatda erkinlikning bo'shki deb ta'riflanadigan Fransiyadan Xitoyga yo'lga silib qo'yishga urinishdek chekdan oshgan qilmishlari oz ko'rilgan bir hodisa bo'lsa kerak. Fransiya ovoz radiosi 3-iyul e'lon qilgan Dunyo gazeti 2 nafar Xitoy josusi 1 nafar Xitoy fuqarosini majburiy davlatiga qaytarishga uringanlik uchun Fransiyadan ayrilish talab qilindi nomli xabarda Xitoyning chegara halqagan bostirishlarga o'rnak bo'lgandek bir voqea oshkorlangan. Xabarda bayon qilinishicha, 2024-yili 3-oyning 22-kuni Fransiyaning Charles de Gaulle aerodromida 7 nafar Xitoyning birlashib, yana 1 nafar Xitoyni uning qarshilik ko'rsatishlariga qaramay, aeroplan chiqadigan yerdagi bilet tekshiradigan joydan o'tishga qistavotganligidek benormal harakatlari Fransiya davlat xavfsizlik soqchilarining diqqatini tortgan. Soqchilar voqeaga darhol aralashib, Xitoyga majbur qaytarilmoqchi bo'layotgan Ling Huaqian ismli bu Xitoyni qutqizib qolgan. Voqeaning orqa ko'rinishi endi to'liq oshkorlanishga boshlagandan keyin Xitoyning chegara halqagan bostirishlarning qaysi darajaga yetganligiga doir munozirlar Fransiya matbuotlarida qanot yaygan. Dunyo Uyg'ur qurultayı Berlin ishxonasining mudiri G'ayri Qurbon apandimning tilga ilishicha, Fransiyada yuz bergan bu voqea Xitoyning davlat halqagan bostirish harakatining nihoyat yorqin bir ifodasi ekan. Uning qarashicha, muhojiratga barliq Uyg'urlar Xitoyning chegara halqagan bostirish siyosatining qurboni bo'lib kelmoqda ekan. Fransiyadagi lager shoidi Gulbahor Jalilova uchirgan tahdid buning bir misoli sanaldi ekan. U so'zda yana Yevropa ellarida Xitoyning chegara halqagan bostirish harakatlariga qarta jiddiy bir uyg'onish vaziyatining paydo bo'lganligini, Dunyo Uyg'ur qurultayining bu sohada xizmatlarini davom qildirayotganligini eskartdi. Fransiya Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, voqea oshkorlangandan keyin Xitoy doiralari uqishmaslik bo'lganligini ilgari surib hikoya etgan bo'lsa-mu, bu tirishchanligi qarg'a kelmagan. Buning bilan Xitoy davlat xavfsizlik ministrligining Parijdagi ish bajarish organining mudiri va uning yordamchisining Fransiyadan darhol ayrilish buyurilgan. Bu buyruq Fransiya prezident mahkamasining Elysee sariyidan tushirilgan. Voqeaning taxmin qisqarliq yeri 26 yoshli Guangdonglik o'qitichi Ling Huaqian Xitoy josuslari tomonidan Germaniyada tutilgan. U maxfiy holda Fransiyadagi Xitoy elchixonasiga ilib berilib, so'roq qilingan va Parijning shimolidagi Aubervilliers degan rayondagi bir yer osti uyga solab qo'yilgan. U Xitoy doiralari bilan murassallashishni rad qilganlik uchun keyin Parijning 9-rayondagi ishki Xitoy restoraniga opirilib, qiyin qistoq elingan. Fransiya axborot idorasining bildirishicha, bu ishki restoranning biri Xitoy kommunistlarining maxfiy saqchi punkti ekan. Dunyo Uyg'ur qurultayı uchur tashviqot markazining mudiri va Uyg'ur adliya arxiv ombirining direktori Baxtiyor Umarning qarashicha, muhojiratga Uyg'urlar orasida Ling Huaqian duch kelgandan-mo ig'ir fojialar yuz bergan bo'lishi mumkin ekan. Uyg'urlar Turkiyadagi hozir qadar izderiksi g'oyib bo'lgan 20 atrofidagi Uyg'urni Xitoyning chegara halqagan bostirishlarning qurboni bo'lgan bo'lishi mumkin deb qaraydi ekan. Uning eskartishicha, o'zlarini bexatar his qilayotgan Yevropadagi Uyg'urlarmo Gulbahor Jalilovaga o'xshash Xitoyning turli shakllardagi parakemchiliklarga uchramoqda ekan. Xabarda tilga ilinishicha, Xitoy doiralari Ling Huaqianni bo'ysundira olmagandan keyin uni Xitoy qaytarib o'tishning bir planini tuzgan. Xitoy elchixonasi oldi bilan Ling Huaqianni Falun Gongning murti bo'lganligiga doir bir iqrornomaga majbur qo'l qo'yg'izib, ondan uni Charles de Gaulle aerodromiga ilib berib, Xitoyga avatib etmoqchi bo'lgan. Xabarda ilgari surilishicha, Xitoyning Fransiyadagi elchixonasi keyin bir bayonot e'lon qilib, Ling Huaqianning Falun Gongning murti bo'lganligini, uning o'z xatoligini tunib, o'z ixtiyorligi bilan davlatiga qaytib taslim bo'lmoqchi bo'lganligini ta'kidlagan.
Ammo Linxuajan Fransiyaning Devir gazetiga qilgan so'zida o'zining azaldan Falingongchilar bilan hech qanday aloqasi bo'lmaganligini, Xitoy elchixonasining o'zini so'roqda iqrornomaga majbur qo'l qo'yg'izganligini oshkorlagan. Bu xususdagi xabarlar navbatda Fransiya axborot vositalarining qiziq temasiga aylangan. Yaponiya bilan Filippin Xitoyning janubiy dengizida uzluksiz kuchayotgan harbiy tehdiga qarshi o'rtaq mudofaa kelishimi imzolagan. Yaponiyaning askar chiqarib Filippinda o'rtaq harbiy manevr o'tkazishni o'z ichiga olgan bu ochqishli kelishim Ikkinchi dunyo urushida Yaponiyaning harbiy ishg'oliyatiga uchragan Filippinning navbatda Xitoyning uzluksiz kuchayotgan harbiy ig'vogarchiligiga qarshi Yaponiya bilan ittifoqdoshlik munosabat qurayotganligidan derak berdi deb qaralmoqda. Ma'lum bo'lishicha, bu kelishim o'xshash bir vaqtda Filippinning harbiy qismlarini avatib, Yaponiyada urush mashqiga qatnashishni o'z ichiga oldi ekan. Bu kelishim 8 iyul dushanba kuni Filippin poytaxti Manilada Yaponiya tashqi ishlar ministri Yoki Kamikawa bilan Filippin davlat mudofaa ministri Gilberto Teodoro orasida imzolangan. Amerika ABC xabarlarining bildirishicha, kelishim imzolash marosimiga Filippin prezidenti Ferdinand Marcos qatnashgan. Xabarlarda kelishim ikki davlat parlamentlarining tasdiqlashidan keyin darhol kuchga ega bo'lganligi qayd qilinmoqda. Yaponiya tashqi ishlar ministri Yoko Kamikawa bu kelishimni ikki davlat orasidagi harbiy hamkorlikni texim ilgari suradigan bosish xarakterlik muvaffaqiyat deb ko'rsatgan. ABC xabarlarining qayd qilishicha, Filippin va Yaponiya amaldorlari Xitoyning janubiy dengizdagi 2 Tomas Shoal marjon orollarida paydo bo'lgan xatarlik ham ig'vogarchilik harakatidan qattiq andish qilganligini bildirgan. O'tgan oyda Xitoy dengiz armiya qismlari bilan Filippin dengiz armiya qismlari orasida 2 Tomas Shoal marjon orollarining atrofida surkilish yuz berib, Xitoy taraf Filippin armiyasining 2 motorli rezinka qo'lviqini tortib olgan. Bu voqeaning orqasida Amerika bayonot e'lon qilib, Filippinni qo'g'daydiganligini bildirib, Xitoyni ogohlantirgan. Xitoy o'zining butkul janubiy dengizda egilik huquqi borligini da'vo qilsa-mu, ammo xalqaro kesim chiqarish mahkamasi 2016-yili Xitoyning janubiy dengizda egilik huquqi borligini rad qilgan. Xitoy BDTning o'tgan hafta Jenevada o'tkazilgan 56-chi qatimliq kishilik huquq yig'ini asnosida o'rtaq gavda tushunchasi orqali millatlar to'qinishi va ziddiyatga taqobil turish nomli yig'in chaqirgan. Xitoy oz sonli millatlar tashqi almashtirish jamiyati tarafidan chaqirilgan yig'inda Xitoy taraf xalqaro jamiyat tarafidan madaniyat qirg'inchiligi deb ayblanayotgan Uyg'urlarni majburiy assimilyatsiya qilish yo'lidagi atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi barpo qilish tushunchisini millatlar masalasini hal qilishning chorasi sifatida o'ttirib qo'ygan. BDTning o'tgan hafta o'tkazilgan 56-chi qatimliq kishilik huquq yig'iniga Xitoy cho'ng ko'lamli bir vakillar o'miki avatgan. Yig'inda Uyg'urlar masalasi nuqtaliq temalarning biri bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy vakillar o'migi G'arb ellarining Uyg'urlarga munosabatlik barliq tanqid va taklif fikrlarini rad qilgan. Xitoy xabarlari to'rining bildirishicha, Xitoy oz sonli millatlar tashqi almashtirish jamiyati uyushtirgan bu yig'inda bu jamiyatning muavin doimiy raisi Vi Goxiong Xitoyning atalmish millatlar xizmatini boshqarishdagi muvaffaqiyatli tajribalarini tonishtirgan. Xabarda Vi Goxiongning yig'inda Xitoyning millatlar xizmatidagi konkret qaysi muvaffaqiyatlarini tonishtirganligi tilga olinmagan bo'lsa-mu, ammo uning G'arbning etnik boshqarish modeli raqobatga duch kelganligi, Xitoyning atalmish Junxo millati o'rtaq yangi qurilish tushunchisini o'ttirib qo'yib, ijro qilayotganligini bildirganligi ta'kidlangan. Xitoy hukumatining Uyg'ur tilini maktab va hukumat organlarida cheklab, Uyg'urlarga Xitoy madaniyatini majburiy tangish, Uyg'ur farzandlarini majburiy yotoqli maktablarga o'rinlashtirib, ularning oilasi va madaniyat an'anasi bilan bo'lgan beg'ini uzib tashlash, Uyg'ur tarixini inkor qilib, ularning tarixiy binokorlik qurilishlarini chiqib tashlash, yer nomlarini o'zgartish qatorli qilmishlari ayblashga uchrayotgan bir vaqtda bu yig'inni chaqirishi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy xabarlari to'rining bildirishicha, yig'inda Xitoy G'arbiy Shimol millatlar universitetining professori Rayhongul Imom rayondagi har qaysi millatlarning atalmish o'zaro aloqa, almashtirish va birlashishning tarix paketlarini so'zlagan va atalmish Junxo millatining ko'p manbalik bir gavda alaydiligini sharhlashga urinib bildirlagan. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizə kundalik xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Thank you.